har 3-korxona bir nechta raqamli yechimni joriy etgan, ya'ni bu 33% tashkil qiladi. Korxonalarning 30,4% sun'iy intellektdan kamida 2 yo'nalishda, 23,2% esa energiya tejamkor yechimlardan foydalanmoqda. Shuningdek, korxonalar yangi mahsulot va texnologiyalarni joriy etib, tannarxni pasaytirish uchun ishlab chiqarish va biznes jarayonlarini qayta ko'rib chiqishmoqda. Tahlilning asosiy xulosasi shuki, kompleks choralarni qo'llayotgan korxonalar yuqoriroq natijalarga erishmoqda. Kamida 3 ta chorani joriy etgan kompaniyalarning 54,1% mahsulot va xizmatga talab oshganini, bunday korxonalar tannarxni 4,1 barobar ko'proq holatda pasaytirganini ko'rishimiz mumkin. Ish haqi 10% dan ortiq oshgan kompaniyalar ulushi ham ular orasida 2,1 barobarga yuqori. Ularning investitsiya faolligi ham yuqorilashib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, 57,8% kelgusi yil investitsiya hajmini oshirishni rejalashtirishmoqda. Aytish joiz, mazkur so'rovnomada yurtimizdagi 5000 nafardan ortiq tadbirkor ishtirok etdi. Eng ko'p ishtirokchilar ulgurji va chakana savdo bilan shug'ullanayotganlar bo'lishdi. Keyingi o'rinlarni sanoat, qurilish, qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi faoliyat turlari bilan mashg'ul ishbilarmonlar egallashdi. Ular so'rovnomada ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish, raqamli yechimlar ishlab chiqarish samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatayotganini qayd etishdi. Hududlar o'rtasidagi farq yanada sezilarli bo'lib qolmoqda. Kompleks choralarni qo'llash Toshkent shahrida 18% tashkil etsa, Samarqand viloyatida 4%, Buxoroda 3% hamda Sirdaryo viloyatida esa 2% ko'rsatmoqda. Sun'iy intellektdan korxonalarning 60% u yoki bu shaklda foydalanishgan bo'lsa, asosan u marketingda hamda savdoda, ya'ni 24%, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishda 15%, buxgalteriya va moliyaviy tahlilda esa 14%da. Shuningdek, chat-botlarda 13% qo'llanmoqda. Korxonalarning 48% mijozlar bilan ishlashda CRM tizimlaridan foydalanishgan. Bu ko'rsatish xizmatlar sohasida keng tarqalgan bo'lib 54% ni tashkil qilgan. Raqamli biznes tahlil vositalaridan esa atigi 14% korxona foydalanmoqda. Qayd etish lozim, markaz ekspertlarining xulosalari Jahon banki tadqiqotlari natijalari bilan ham mos keladi. Ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mehnat unumdorligining eng sezilarli o'sishi bulutli servislar, boshqaruv tizimlari, tahlil va sun'iy intellektni qo'llagan korxonalarda kuzatilgan. So'rovnoma orqali jamlangan ana shunday fakt va takliflar korxonalar faoliyatidagi mavjud to'siqlarni aniqlash, boshqaruv va ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish, resurslardan samarali foydalanish bo'yicha aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqishda asosiy omil vazifasini o'taydi. Zero sohadagi haqiqiy holatni eng yaxshi biladiganlar shu jarayonning ichida turgan tadbirkorlarning o'zidir.